Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, agrotexnika ishqibozlari. Mana sizlar kutgan 11:05 mini traktorimiz keldi akalar, ko'rishlaringiz mumkin. O'ta boshqacha, ya'ni nimalari bor. Komplektida frezalari bor. Frezasi ham 1.20, oldingilardan ancha uzun. Kelib ko'raverasizlar bemalol. Freza pichoqlarini ham mana sanab ko'rishlaringiz mumkin. Ko'p. Ya'ni 1.20 ga qo'yilgan. 1.20 chiqaveradi. 1.20, 1.10. Xo'p, reduktorlari ham uzun reduktordan qo'yilgan. Seplari ko'pchilik uzilib ketdi deb aytadi. Mana bunisi baquvvat ikkitalik sepdan qo'yilgan. Inshollari ham bemalol ko'tarib tushiraveradi. O'chirilgan holatda tushadi xolos. Panejli paujnislari ham bor akalar. Ya'ni quyon toshbaqa tezliklarigacha bo'ladi. Hozir toshbaqada turibdi. Xo'p, korobkani ajratadigan ham bo'ladi alohida. Uni qo'shilgan va ajratilgan holat. Endi akkumulyatorlarga o'tadigan bo'lsak, motor qismi 11:05 mana kalkulashni ko'rishlaringiz mumkin. 11:05 dan akkumulyatorlari ham katta akkumulyatordan qo'yilgan va mana bunaqangi relilarigacha qo'yilgan akalar. Bemalol akkumulyatorga zaryad beradi. Statorlari ham original statordan qo'yilgan. Va eng qizig'i, orqa baloni ham katta balondan qo'yilgan mana akalar. Shirokli katta balondan qo'yilgan 11:05 imiz. Narxlarni $2200 beryapmiz akalar. Murojaat qilaverasizlar mana Qo'qondagi sahiy magazinimizda. Freza ulangan holati, mana ulanmagan holati, upakovka holatida buni ham ulaymiz. Kimga uzoqroqqa ketadiganlarga upakovka holatda berib olamiz, ya'ni ixchamroq ketishi uchun.